Beshikdan boshlab so'nggi damgacha insonni ezgulik sari yo'llagan. Onalik sha'ningiz Alloh qo'llagan. Allani unutmang, aziz onalar. Allangizni tinglab ulg'ayar har jon. Uning zamirida bir olam jahon. Hikmatlar yashirin, erur begumon. Allani unutmang, aziz onalar. Qalblarga ezgulik o'tini solgan, nafis ohangila dildan joy olgan. Ajdodlardan bizga yodgorlik qolgan. Allani unutmang, aziz onalar. Asrlar osha u barhayot mangu. Alla kirgan uyga kirmag'ay qayg'u. Alla bilan kelar ko'zlarga uyqu. Allani unutmang, aziz onalar. Ko'rsating Allaga hurmat, ehtirom. Toparsiz o'shanda sizki batamom. Alloh dargohida eng oliy makon, maqom. Allani unutmang, aziz onalar. Alla bilan go'zal onalar nomi. Ahmado tildan qo'yma Allohning nomi. Alloh zikri bilan qalblar oromi. Allani unutmang, aziz onalar. Alla aytay canım balam, alla ya alla. Allah nimeti quvonchim, quloq solgina alla. Allah nimeti quvonchim, quloq solgina alla. Bu dunyoda sendan boshqa kimim bordir alla. Qariganda suyanchiq bo'lay, mehribonim alla. Qariganda suyanchiq bo'lay, jonim bolam alla. Alla ya alla, uxla bolam alla. Senga aytar gaplarimni tingla bolam alla. Makkalarni qarisi bo'lay, qari bolam alla. Makkalarni qarisi bo'lay, qari bolam alla. Alla ya alla, uxla bolam alla. Seni bergan Allohimga hamd sanoyay alla. Payg'ambarim Mustafoga ummat bo'lam alla. Seni bergan Allohimga hamd sanoyay alla. Payg'ambarim
Mustafaga ummat bo'lgin Allah Allah ya Allah uxla bolam Allah shirin allam tinglab basdan aram olgin Allah shirin allam tinglab basdan aram olgin Allah Allah bolam Allah Allah'ımga aytar so'zim canın saqlab bolamni sendan boshqa kimim bor ey o'zing asrab bolamni Allah'ımga aytar so'zim canın asrab bolamni sendan boshqa kimim bor ey o'zing asrab bolamni Allah bolam Allah ya canım bolam Allah shirin allam tinglab basdan aram olgin Allah shirin allam tinglab basdan aram olgin Allah uxlab qolsin Allah azizlarim, agar aytgan allam yoqqan bo'lsa, fikr mulohazalaringizni kutib qolaman. Hurmatli yosh onajonlarim, farzandlaringizni Allah bilan uxlating. Allah bilan ulg'aygan farzandlar iymonli, insofli, e'tiqodli farzandlar bo'ladi inshaalloh. Men farzand talab insonlarga mana shunaqa ro'za Ramazon oylarida tilab qolaman. Barchaning xonadonida bu yilimiz xursandchilik olib kelsin. Yangi chaqaloqlar tug'ilsin. Allohim farzand ne'mati bilan har bir bandani Alloh o'zi siylasin. Barchangizga bugungi kuningiz xayrli bo'lsin azizlarim. Rahmat. Agar yoqqan bo'lsa, xursandman.